Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Amma ba'du. Sabaqdaşlar biz ilgirki dersimizde dalaletning yo'llari haqida to'xtalib, nasning dalalati 4 xil ifodalanadi. Birisi iboratin nas orqali, yana birisi ishoratin nas orqali, yana birisi dalalatin nas orqali, yana birisi iqtidoun nas orqali ifodalanadi. 4 xil nasning ifodalash yo'llarini bayon qilib o'tgandik. Buning ichida ikki xilisi iboratin nas va ishoratin nasni dastlabda oldingi darsda biz tushuntirish misollari bilan, tushunchalar bilan o'qib bo'ldik. Endi bugungi darsimiz dal dalalatin nasdan boshlanadi. Hem dalalatin nas degan nima desa, gapning ifodasi degan gap. Mana uzun lug'at ma'nosini tarjima qilsak, gapning ifodasi. Biz bir gapni qilsak, shu gapning ifodasidan chiqadigan uqum dalalatin nas. Bu qanday gap desa, masalan odatda bizning normal turmush paranglarimizda bor. Agar sen mening bir dona mo'yimga chaqiladigan bo'lsang, yoki birisini ishora ko'rsatib turib, sen buning bir dona mo'yiga chaqiladigan bo'lsang, manda bunda qilma desa, gap mo'yidan chiqyotdi. Uning birdan mo'yiga chaqilmaslik. Ammo mo'yiga chaqilmaslik degan gap shuning taqozosi bilan degishining maqsadi eng oddiy narsani ko'rsatmoqchi hamda. Eng oddiy narsani ko'rsatmoqchi. Mo'yiga chaqilmagan odam qaqayaga chaqilmaydi. Unda olganda uni urush, tillash taxmi bo'lmaydi degan gapda. Men bir misol endi bu. Masalan, birisiga tahdid qilib, "Sana bir funksiyon bermayman" degan gap bor odatda. "Sana bir tiyin bermayman" desa, bir tiyin bermayman degan gapdan bir yuva bermayman, masalan, bir so'mni bermayman, 10 so'mni bermayman, 1 million oyoqdagi gap hamda. Degan gapda masalan. Masalan, unda bir ifodalar bor. Bu odam shunchalik ishonchlik omonatdorki, 1 million pulni tepib olsa-mu, ko'z qirini sanmaydi desa, 1 millionni tepelib ko'z qirini sanmagan odam odatdagi kichik pullarga texmi sanmaydi. Demak, gapning ichidan shu gapning butun o'rami, uningdan yuqori mazmun yoki to'g'ri mazmunni tabiiy holatda o'ziga olgan ifoda dal biz bugungi dars so'zlamoqchi bo'lgan dalolatin nasludir. Mandaq o'tgan vaqtda digijning ruhiy maqsadi, maqsadi bir gap bor, maqsad o'xshash digijning maqsadi oldin ola o'ylangan. Yoki digijning maqsadiga nisbatan oldin ola maskiladigan tarafi dal bugungi biz so'zlamoqchi bo'lgan dalolatin nasninki mazmunidir. Qolgan avtor qanday tushunadi qarab boqaylik. Dalalatin nas deb kelib avtorda aytadi, "Al-murad bima yufhamu min dalalatin nas." Dalalatin nas degan gapdan tushuniladigan mazmundan maqsad nima desa, "Al-ma'na allazi yufhamu min ruhihi va ma'qulihi." Shu nasninki aqlini, nasning tushunilgan mazmun va nasning ruhiy maqsadidan ilingan ma'no. Gapning o'ziga oladigan ma'no. Bir gapni deymiz, shu gap desak, shu gap tabiiylam endi bir ma'noni o'ziga oladi. Bayat degandek, bir funksiyon bermayman, bir tiyin bermayman desa, 10 tiyin, masalan 100 tiyin yoki 100 so'm ning degan gap bir tariqa o'ziga oladi. Bu odam 1 million tepib olsa ko'z qirini sanmaydi desa, albatta uning to'm pullarni ko'z qirini sanmaydi-da. Mana ma'qul shaklda o'ziga olingan mazmunlar dalolatin nasludir. Ya'ni masalan, fa iza kana an-nas, mushu nas o'zining nasning iborati ma'lum voqelikdagi ma'lum hukmni, ma'lum bir illat tufaylidan dalolat qilgan bo'lsa, ya'ni mushu illatga mushu hukm qurilgan bir illat tufayli, masalan, ma'lum bir nuqtadan masalan dalolat qilgan bo'lsa, yana bir voqelikdan birisi tepilib, ma voqelikka hukmning illatida barobar bo'lsa yoki undan avlo bo'lsa, dal ma barobarlik yoki avloviyat odamning kallasiga til tushunchisi bilan ijtihad yoki qiyosga ehtiyoj bo'lmasdi. Agar ijtihad qiyosga ehtiyoj bo'lib qolsak, biz kitobimiz so'zlagan adillati shar'iyning 3-so'g'an qiyos bo'lib qoladi. Til o'qimadilar, ma izingli bo'lsin. Ma bugungi dalolatin nasning mazmuni qiyoslarga o'xshash. Qiyoslar bir farq qilinadigan yeri dalolatin nas shu til tushunchisi dillam keladi. Ammo qiyos mujtahidning ijtihadoti orqali keladi. Ikkisining farqi shu. Dalolatin nas til bilgan odam, gapni anglagan hamallam, gapning tuz tushunchisidan biz hozir demoqchi bo'lgan gapni o'ziga oladi. Mana ma nuqta dalolatin nasludir. Fa innahu, mana bu odam deydi, yafham lug'atan. Lug'at jihati shuni tushunadiki, nas
ikkili masalani o'z ichiga oladi. Xuddi bayat akagan misaldek 1 million pulingizga bu odam ko'z qirin solmaydi desa, 1 milliondan tuvan boshqa odatdagi qimmati tuvan bo'lgan narsalarga bir tariqa avval ko'z qirin solmaydi. Chunki 1 millionga solmaslik bu odamning ideya jihatdagi pok istil jihatdagi poklikni ifodalasa, mushu poklik yana bu odamni 1 milliondan tuvan va 1 milliondan oldi keyindagi narsalarga ko'z qirin solmaslikni taqozo qiladi. Mushu nuqtadan chiqqan hukm dal dalolatin nasuludu. Ya'ni aşı neslinki mentoqqa sabit hüküm degeni normal mazmundan chiqqan hüküm mafhumuga sabit ki o mafhum aş mentoqqa illa cihati baraber. 1 milyon elva olmaslik, undan tön pulun elva olmaslik mesela. Meyli baraber olsun, yakin olsun, avla olsun. Mana bu biz çönmekçi olan dalalatin nesuludur. Mesela bunun misali Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki ata-ana haqqida kelgan bunu size muşlu misal bulaydı. Fala taqul lahumā uffin. Endi uff Araplarninki istimolatıdaki, Araplarning istimolatıdaki eng aqalli boshqalarga bunda tapqili so'zi. Bo'ldi qiladi degandakchi. Of deb anlaymiz odatda biz buni ko'chada anlaymiz, boshqalarni anlaymiz. Bunda bizarlikni ifodalaydigan eng aqalli so'z. Bir adam eng aqalli bir odamdan bizar bo'lganligini yoki eng aqalli bir odamga nisbatan ma'lum fikrga qitilmoqligini ifodalamoqchi bo'lsa, bo'ldi qila deydi bunda. Allah ata-onaga nisbatan fala taqul lahum uffin deydi. Endi mushada uff demaslikning asosiy maqsad sababi ular aziyat. Undaganda mush aziyatni o'ziga oladigan har qanday ish ata-ona nisbatan harom bo'ladi. Ola faqat eng aqalli uff deyishni Allah mush ata-onaga aziyat bo'lib qoladi deb harom qilgan tursa, uningdan cho'ng aziyatlar albatta haromda. Mesela urib qo'yish ata-onani, tillab qo'yish, ularga boshqa jihatda ig'ir zarda qilish, azob qilish, zarar yetkazish bir tariqa ular haromda. Mana ma'nasining iborati balaning ota-onasiga uf deyishni cheklashni ifodalaydi. Endi mushu cheklashdagi illat dal mushu so'zdagi ota-onaga bo'ladigan ota-onaga aziyat yetkazish, malomat qilishdan iborat bir nuqta. Sabab aziyat yetkazish. Endi aziyat jihatda azoblash jihatda ama uf deyishdanmi qattiqroq boshqa turlar tepiladi, masalan, urush, tillash. Anoganda kallaga shu tiz kiradi-ki, chenchga shu tiz kiradi-ki, ma mazmunlarni cheklim o'ziga oladi. Uf dema o'gandan keyin, masalan, odat boshqa tahdid salaf, "Ey, men ko'z olaytmujima" degan gap, ko'z aqalli ko'z olishni nomida, homiyatma qarama degan gapdan, men ko'zingni shunda olaytibmi qarama menga degan gap. Ona deganlik tabiiylan har qanday odam tushunadiki, ko'z olaytib qarashga bo'lmaydigan odam deganga undan o'shni qilish olmaydi. Demak, ustidagi masalalarni mishadagi ko'z olaytma degan gapning o'ziga olalaydi da bir masala. Ya'ni mush uf deyishni harom qilgan nasning o'zidan haliqi ufdan yuqori ishlar harom bo'laveradi masalan. Harom bo'laveradi. Chunki til jihatda uf deyishdan tushunilgan ma'no, uf deyishdan tushunilgan ma'no nima desa, shu uf deyishdanmi ota-onaga aziyat yetkazishdan. Chunki mush uf deyishdan kelgan cheklamadan til jihatda eng qalinlik tiz qildigini nima desa, mana hukm keladi. U bo'lsa-mu, ma uf deyishdanmi aziyat jihat ota-onaga ko'proq ishdan cheklash bir tariqa avladur. Bir tariqa avladur deydi. Dal mushada maskutun anhu bo'lganligini nasl tilga ilinmagan muvafiq mafhum degani shu nasldan chiqayotgan iboratin nas mantiq deb qo'yamiz. Iboratin nasga mazmun jihatda mas qiladigan ma'qum hukmga mantiqdan avlod chiqadi. Uf deyishdimi urush yomon. Allah ufdan to'sdi. Ammo ufdan urush yomon. Ufdan to'sdi degan gap mantiqdan chiqqan hukm. Urush tillashdan to'sdi degan gap mafhumdan chiqqan. Lekin mafhum muxolif mafhum emas, muvofiq mafhum. Dal mafhum muvafaqa degani dal dalalatin nasdan chiqadigan hukm. Bu bir misol. Yana bir misol. Innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Qur'oni Karimda yetimlarning maliga chaqilmaslik haqida Allah bu oyatda da'vatida yetimlarning mollarini zulm qilib yavaladiganlar o'zlarining qo'saqlariga o'tni yedi deydi. Endi oyatning o'zini tarjima qilib berdim sizlarga. Yetimlarning mollarini yavaladiganlar deb. Agar men yemay boshqalarga epasam-chi.
Ya bir yetim ba, üzem elib alsam, yevagan buldu kemme deb başkalığı etpelsem. Yak ayette yevelish degan gap bo'lg'achqa, yevamay yetimning melini elib, uy elib alsam, mashina elib alsam, shu masalan. Buni hali o'yinish ketadigan masala emas. Normal til egisi, normal bir kallasi joyida odam, til tuyg'usi sog'lom, til hujayasi sog'lom odam yetimlarning mellarini yevagan odam davzaq kirdi degan gapni o'zdilam yevelishning barliq huquqlarini tushunadi. Yevasi bo'lmagandan keyin kiyvasi bo'lmaydi, ichvasi bo'lmaydi, haqqi appasi bo'lmaydi, aloqasi bo'lmaydi, bitarafqasi bo'lmaydi, zoyaqasi bo'lmaydi. Masala yetimning haqqining zoya bo'lib ketmaslik masalasi. Mana ma nuqtani mush yevelish degan huquq o'z ichiga oladi. Hamda yevelish degan, ya'ni yevelish harom, yevaganlar o't yegan bo'ladi degan gap ibaretin nas. Muşunun tahtiga kiradigan boshqa mazmunlarni, muşunga mas kiradigan muvofiq degan shu, butun mazmunlarning hammasi dalolatin nas. Ya'ni nasning ma'nosining iboratidan valilarninki yetimlarning mollarini zulmen yevelishning haromligi tushuniladi. Ma'o iboratin nasni tushunilgan ma'no. Endi dalolatin nasdan Aşı mallarını g'ayriga yig'izib o'tishning haromligi, ko'ydirib o'tishning haromligi, isrof qilib o'tishning haromligi, mayli bolaga vayron qilish turdirini qaysi bir turda uni vayron qilishning haromligining hammasi dalolatin nas chiqadi. Uzang yevalsang harom, iboratin nas. Boshqalarga yig'izish harom, zoya qilib o'tish harom, isrof qilib o'tish harom. Demak, ashning haqqini tajovuz qilishning o'zi harom, dalolatin nas. Chunki ma'nosilar Muşkeyiniz degan mesela haqqi bir o'tish, ko'ydirib o'tish, vayron qilishlar. Zulmen uni yo'g'onga o'xshash. Nimalikda o'xshaydi desa, chunki ulardan har biri aşı kichik bolaninki ojiz uni tajovuzlikni dafiy qilishdan ojiz bo'lgan kichik bolaning mol-mulkiga tajovuz qilganlik emas. Undaganda nas o'zining iborati bilan yetimlarning mollarini zulmen yevelishni harom qilsa, shunami? Aniki ko'ydirib o'tish, isrof qilib o'tishni dalolatin nas yo'ldan harom qilgan bo'ladi. Nasdan chiqqan mantuq yevilish harom bo'lsa, nasdan chiqqan mafhum muvofiq, muxolif emas. Muvofiq uni ko'ydirib o'tish, isrof qilib o'tish, vayron qilish harom. Ya'ni bu yerda mafhum muvofiq maskut anhu degan gap nasda tilg'alinmagan. Maskut anhu degan gap nasning iboratida yo'q. Amma aş ibaratda bu gapga muvofiq keladigan tushunch nima desa, mantuqqa barobar. Ya'ni yevilish bilan boshqa xil shaklda vayron qilib o'tish, ash kichik bolaning haqqiga tajovuz qilishda o'xshash. Ma'noqtadan hukm o'xshash demakchi. Buni ma'o dalolatin nas. Endi bu yerdagi masala o'quvchilarimizning kallasiga kelib qoladi, ba'zi bayatdan bergan ba'zi bir qism tushunchalardan. Iboratin nasning dalolatin nasni o'z ichiga olishdagi sababi Çünkü ibaretin nesli maksat kılındığı maksatını, sebep illet dep koyumuz, dalalat nesli tepildi ekan. Of deyişinin haram kılınışı, atanıga eziyet bir sebeplik. Muş sebep tüpeyledim, muş illet nasıl kılıp durup, uruşma haram, tıllaşma haram dedik. Yevelişinin haramlığı, küçük balalarının mallarını zayi kıvetişini saklaş için. Muşu illet nasıl kılıp durup, yevelişten başka küçük balalarının mallarını zayi kıvetişini barlıq türlerinin hemmisine muşun dalalat katarı tıktık. Bu cihette, bu qiyasqa o'xshaydi ekan ku desa, to'g'ri qiyasqa o'xshaydi. Qiyasdimi ilgirki voqelik o'z ichiga olgan, ya'ni ilgirki hukm o'z ichiga olgan, nas o'z ichiga olgan hukmning illatini yakunlab chiqib, shu illat tepilganida shu hukmni olamiz. Gerçi anasida shu hukm bu, shu kinki voqelikning masalasi bo'lmasin. Ammo qiyas bilan dalolatin nasning o'xshamaydigan bir farqi, qiyas ijtihodiy shaklda bo'ladi. Mujtahid qiladi uni. A meseleni ma meseleleriga seliştirish. İlletning ikkilisi tepilganligini qana qilish, tahqiqlash. Ondan keyin aslidagi hukmni far'iga opirish. Bir muncha jarayon, ma mujtahidning masalasi. Ammo hozir biz so'zlayotgan dalolatin nas mujtahid ketmaydi uningga. Normal aqli joyida til hujayasi sog'lom odam anlagan, hamallam tushunadigan gap. Ma'noda ijtihod ketmaydi. Shunga ma'no biz nasning dalolati degan gap jumladan tushuniladigan, tekstin tushuniladigan, o'qib bo'g'ichi gapdan tushuniladigan mazmun degan gap bu. O'qimagan odamlar bir-biriga bayatdan men apagandek misollar bilan paranglashadi. Masalan, uyinga dasimayma desa, dasimaslik o kirmaslikning ifodasi emas, kirmaslik degan bo'ladi bu. Sana bir tiyinmi bermayman desa, onun pul bermaydi, bir tiyin bermagan. Bunun bir mo'yiga chaqildi ekansa desa, onun boshqa mo'yiga emas, boshqa yerga chaqilish taxim harom. Bu normal til orqaliqlam tushuniladigan gaplar ma'o. Ma'o tilning ifodasi, o ijtihodning ifodasi, shunga ma'o dalala turuq yoki turuq dalolatin nasning bir turi.
Nesning ifade şekli, münasibet vaqtda til nuqtasini tushunildigan. Aw ijtihodiy masala. Aw mujtahidning ishi, ma har qanday bir til tuyg'usi saqlam odamning hammasining ishi. Xolos. Şuna turda aytadi al-farq bayna dalalatin nas wal qiyas. Yani dalalatin nas bilan qiyasning o'rtasidagi farq nasninki mantuqiga degan iborat nasga mos keladigan mafhumning udul kelishi. Dalalatin nasning iborat nasning chiqishi demakchi. Mush gapning ifodasi, ya'ni mafhum muvofiqninki nasning mantuqiga udul kelishi degan gap. Iborat nasdan dalalatin nasning tushunilishi bu faqat til tushunchisi bilan tufham tushuniladi. Yani ijtihad yakunlashga qarashliq bo'lmasdan, ammo maqisning alayga udul kelishi, maqisning alayning hukmini maqisga olpirish masalalari bu til tushunchisi bilan tushuniladi. Balki cho'qim maqisning alayning hukmidagi illatni yakunlab chiqarish, ash illat maqisda bormi yo'qmi buni bilish qatorliq ishlardagi ijtihad lozim buningda. La budda min ijtihad degani ijtihad qilish kerak. U mujtahidning ishi. Madalalatin nas normal odamninki hammasi tushunadigan masala. Shu ikkisini o'rtada xilila farq bor. Endi o'tirmayda yerning qonunlaridan bir misollar kelibdi, bu to'pto'sin. Anikin ma xo'sh dalolat nasini tushungan bo'lsak, dalolat nasining eng oxirgi abturun deb demoqchi bo'lgan bir gap dalolat nasining bir atalg'usi. Biz dalolat nas deb tushundik, ammo boshqa kitoblarda yana bir atalg'ularni kelib qoladi. Abturun mush nuqtani tushuntirib, buni ma yo'l, yani tariqat dalolat degani dalolat nasning yo'li, xuddi dalolat nas deb atalgandek qiyas jali deb ma'turudi. Qiyas jali deb nimish qadasa aşı mantuq bilan iborat nas demakchi. Ashunga muvofiq bo'lgan mafhumning, ya'ni dalolat nasning o'tiridagi barobarlik va avlaviyatning tushunchisini aytdi. Oshkor bo'lganlik uchun. Buning hukmini ba'zi vaqtda mafhum muvofiqan deb qo'yamiz. Tuanda keyingi darsimizda inshaalloh mafhum muxolifat chiqadi. Ya'ni mantuqning hukmiga, mantuqqa hukm jihatda mos kelgan tushunch nimish qadasa shu tushunchning mantuqqa illa jihati mos kelganligi uchun. Qanday mos kelish bu desa, til tushunchisi bilan tushuniladigan. Buni mos kelish voy anılan avtenken, manı deyin iltimanı barken deyin gaplar ijtihad talep qilmaydi. Normal bir adam til tushunchisidan bo'lsa tushuniladigan manda bir hukm bo'lgancha, shunga buni biz mafhum muvofiqa deb ataymiz, dalalatin nas deb ataymiz, qiyas jali deb ataymiz. Mushu atalg'ularning hammasi dalalatin nas demakchi. Kitoblarda uchrab qoladi juma. Andagina fahvol xitob maturidi, fahvol xitob degan gap gapning ruhi degan gap, ya'ni gapdan tushuniladigan mazmun degan gap. Demak, necha atalg'u hisobda dalalatin nas, qiyas jali, mafhum muvofiqa, nima? Fahvol xitob. O'sha fiqh kitoblarda yoki usul fiqh kitoblarda mush atalg'ularning hammasi qo'llanildi. Hammasidan maqsad biz hozir darsimizda o'qigan dalalatin nas maqsad. Chunki kullu nassin dalla ala hukmin fi mahallil illa. Illatning o'rnidagi hukm dalolat qilgan har qanday bir nas, mushu hukmning shu illat tepilgan o'rnining hammasi tepilganligi isbotlanganligi dalolat qiladi. İjtihadlan emas, balki bitabadrul fahm degan gap tushunchaga tezlam kelib. Yoki illatda o'rnida ko'proq tepilgan o'rnida hukm dalolat qiladi, kallaga tushuncha darhol keladi. Dedik-ku, so'z parang orliqlarimizda biz bunda hukmni darhol tushuna olamiz. Hatto biz emas, o'qimagan odamlarimiz o'zining til normal ijtimoiy paranglarida dalolatin nas shaklda birisi bilan paranglashdi masalan. Dalolatin nas shaklda birisi bilan paranglashdi. Xuddalaqqa bizning odat so'z-sotiqilda bir narsa manach bo'ldi, 100 so'm desa, 50 so'm bilan desa, 95 so'm bo'lmaydi-mi degan gap, 60 so'm bo'lmaydi, 70 so'm bo'lmaydi, 80 so'm bo'lmaydi degan gap normal paranglarimiz bu. Biz dalolatin nas 95 so'm bo'lmaydi degan gap, 80 so'm qilsangiz beka, 70 so'm qilsangiz beka, 60 so'm bermayman degan gap ham to'g'ri. Masalan, shunga o'xshaganlar gap. Ma'vo dal biz o'qimoqchi bo'lgan dalolatin nasning tushunchisi. Endi 4-inchisi, nasning dalolat yo'llaridan 4-chi yo'l iqtidoun nas. Iqtidoun nas degan nima degan vaqtda o'zining tarjimasini chiqib turibdi. Nasning taqozosi degan gap logik jihatda bir jumlaning normal ma'nosini chiqish uchun qistirishga tegishli ba'zi mazmunlar bu ketadi odatda. Buni balog'at qoidasi majazmi deb qo'yamiz. Qistirishga tegishli yoki yushirishga tegishli, yushirun singdirishga tegishli ba'zi mazmunlar ketadi. O'sha mazmunlarni lafziga chiqirib turib tushunamiz. O'sha tushunch yoki o'sha dalolat dal iqtidoun nas. Masalan, aqalli bir misol olsam, biz bir yerga ketib o'tib yo'lda masalan ezib qoldik. Yo'lning chetida bir dona magazindan birisi turibdi. Biz deymizda hamda atrofdagi bolalarga, "Voy jurnalni do'kondan so'rab boqayli, biz nega maqsad qildik?" Mush gapimizning o'zi do'kondan so'rab boqayli degan gap o'zi normal paranglarimizda to'g'ri. Lekin tahqiq qilsak do'kondan so'g'ilmaydi. Do'kon deganning jini yo'q.
Belki mushu gapimizning o'zining normal bo'lishi uchun biz cho'qim kallamizning tigida do'kondagi odamlardan so'rab boqaylik deyish to'g'ri keladi-da bu yerda. Do'kondagi kishilardan so'rab boqaylik deyish to'g'ri keladi. Mal to'g'risi. Demak, do'kondan so'rab boqaylik degan gap normal xato jumla emas. Lekin mush jumlaning xato olmasligi uchun do'kondagi odamlarda bir gapni qo'shishimiz kerak. Undan boshqa bir kengash yig'in ochdi bugun bir qaror qilmoqchi bo'lib, kengash tugagandan keyin o'zaro manda qarash qildi. Kengash shuni qaror qildiki, deb manda gap boshladi. Kengash qaror qilamdi odatda. Gap to'g'ri. Normal qabul qilamiz bu gapni odatda paranglarimizda. Kengash shunda qaror qildi. Kengashdan shunda qaror chiqdi. Yig'in shunda qaror qildi deb qo'yamiz. Yig'in qaror qilmaydi. Balki yig'inning ishtirokchilari yoki yig'in ahli qaror qiladi. Kengash ahli qaror qiladi. Gapimiz normal to'g'ri. Ammo to'g'ri bo'lish uchun ko'nglimizning tagida ashada bir mafhumdan birini, ya'ni hukmdan birini chiqarishimiz kerak. Osh chiqargan hukm, yoki qo'shgan hukm dal nasning taqazzasi. Shuni qo'shmasak, nasning normal mazmun chiqmaydi. Dal ashu nima iqtidoun nas bo'ladi. Biz hozir cho'ymoqchi bo'lganimiz shu. Qog'aya pek muhim, qiyin emas. Abturdatudu al-murad bima yufham min iqtidoun nas. Nasning iqtidosidan tushuniladigan mazmundan maqsad nima desa, shundoq bir ma'noki jumla dal o'sha ma'noni taqdir qilishdan an to'g'riligini, jumlaning to'g'rilishini shu gapni qistirishimiz kerak. Agar shu qistirilmasa, jumla mantiqiy bo'lmaydi. Masalan, sig'ining nasda bu gapga dalolat qiladigan hech qanday bir lafz yo'q, so'z yo'q. Gap yo'q. Lekin ashu sig'iningki to'g'rilishi, ma'nisining to'g'ri bo'lishi dal ashu gapni qistirishni taqozo qiladi, yo shu gapning rasulishni taqozo qildi, yoki bo'lmasa shu sig'ining rostlikka yoki reallikka uyg'un kelishi dal shu gapni taqozo qiladi. Men bayatni aytgan misolda kerak. Do'kondan so'rab boqaylik. Do'kondan so'rab boqaylik. O gap to'g'ri chiqmaydi u yerda. Do'kon biz ama qo'llanamiz bu gapni. Qo'llanamiz. Ama aniqlab bo'lgan vaqtida do'kondan so'g'ilolmaydi. Unda o'g'anda qana qilishga desa, do'kondagi odamlardan da ahlal mahall yoki qarral majlis kaza deymiz. Majlis menda qaror chiqadi desak, normal gap to'g'ri, lekin bu gapni tahlil qilgan vaqtimizda xato bu gap. Majlisga qaror qilinmaydi. U bir so'rinning ismi u. Bunday kerak qarrara ahlul majlis. Ahli degan hukmni dalolat qilgan hech qanday sig'i yo'q, lekin gapning to'g'riligi uchun o'sha gapni shaga tiqishimiz kerak. Ya'ni qistirishimiz kerak. Mana buning o'zi iqtidoun nas bo'ladi. Masalan, buning misoli rufi'a an ummatil khata'u wan nisyan wa mastukrihu alayh. O'zini tarjima qilayman ha ma'ni. Ummatimdan xatolik, unutib qilish, majburlangan ishlar ko'tarildi desa, ummat xatolashmaydi, xatolik ko'tarildi Alloh tomonidan. Unutib qilish ko'tarildi, ummat faqat unutmaydi. Va mastukrihu alayhi hech kim majburlanmaydi degan gap chiqamda. Gapni o'zini tarjima qilsa xato. Davomli unutib qolyapmiz qo'ya, bizni unutish ko'tarilmaydi. Ko'tarildi degan gap unda ish bo'lmaydi degan gap. Unda olganda Rasululloh demoqchi emas lekin. Rasululloh demoqchi, unutib xatolik bir ishni qilib salsa, gunoh bo'lmaydi. Unutib qilib bir ishni qilib qolsa, gunoh bo'lmaydi. Boshqa tarafdan majbur bir ish qilib qolsa, gunoh ko'tarildi degani shu ishlarning gunohi. Unda Rasulullohning demoqchi bo'lgan gapining to'g'ri chiqishi uchun qanday bo'lish kerak ekan? Ashhadu bir dona so'zni taqdir qilish kerakki, rufi'a an ummati ismul khata'i wan nisyan wa mastukrihu alayhi. Amaliyotda gapni uni qo'shmay tuz desak, xatolik unutib qilish ko'tarildi desa, ummat xatolashmaydi, ummat unutmaydi degan gap, ammo reallikka to'g'ri emas. Unutyapmiz. Shu yerda cho'qim gunoh degan gapni birini taqdir qilish kerakda. Hurrimat alaykum ummahatukum desa, onanglar harom qilindi desa, qana qilish harom qilindi? Nikoh qilish harom qilindi degan gap. Agar tub tuzlam tushunish to'g'ri chiqib qolsa, onaning ona bo'lish harom qilamda, onamiz olmamda, biz bola olmamda. Yo'q. Nima? Nikoh al-ummahat yoki vat'ul ummahat deb oldiga bir narsa taqdir qilish kerak, jumlaning mazmuni to'g'ri chiqish uchun. Mana ma iboratning zohirisi xatolik yuz berib qolsa, unutish yuz berib qolsa, mana ish unutgan holat yoki mukrahan majburlangan holat yuz berib qolsa, shu ishning ko'tarilganligini ifodalaydi-ki, unda ish bo'lmaydi degan gap bu. Lekin ma'vo reallikka g'ayri mutobiq uygun emas, buloqliq. Chunki ish yuz berib qolsa ko'tarilmaydi. Unutib qoldik. Xatolashdi, ko'tarilmaydi u. Andoz bu iboratning ma'nisining to'g'riligi, bu to'g'ri tushunishni nima deyish kerak desa, cho'qim shu iborat shuni bilan to'g'rilgan bir mazmundan birini taqdir qilib ashaga qistirishni taqozo qiladi. U o'zimi fa yuqaddar huna taqdir qilindigini bu yerda rufi'a an ummati ismul khata deb mana taqdir qilish kerak. Ya'ni ism degan so'z tashlanib ketgan.
Buni nereden tapımız ise cümlenin mezmununun toğruluğu, nesnin ma'nisining to'g'riliği şunu taqozo qiladi. Del mushadagi ism degan ma'no iqtidoun nas bo'ladi. Yani bu mu nesninki iqtidoan ifodalagan mazmunlarining birisi bo'ladi. Yana bir misolga kelsak, hurrimat alaykum ummahatukum hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum desam bayatın degandek onanglar qizlaringlar harom desa, onani ona deyish, qizni qiz deyish harom degan gaplik. Lekin Allohning maqsadi emas. Bu yerda nikoh bobi bu. Nikohlab os bo'lmaydigan turlarning ichida onanglar harom, qizinglar halom deydi. Ashunda hukmning to'g'ri chiqishi uchun oldiga bir narsani qo'shish kerak. U bo'lsa-mu, zavajuhunna hurrimat alaykumul maytatu wad-dam wa lahmul khinzir desa, sizlarga maytat, dam, lahmul khinzir harom qilindi desa, nima harom qilindi? Yeyish harom qilindi, manfaat harom qilindi. Chunki maytatning o'zi bizga harom bo'lib bo'lmay, u ishi munosabatsiz. Chunki li'anna zot, chunki zot deganga tahrim haromlik bilan, haromlik deganga ish harakat u. Tahrim degan gap mukallafning ma'lum bir ish harakatiga munosabatlik. Bizda hukm taklifi mukallafning ish harakatiga munosabatlik. Maytatning o'zi qandaqdir bir harom normal harom bo'lib qolmaydi. Ana o'ganda ve taqozo qilingan ma'no har narsa o'ziga munosib shaklda taqdir qilinadi. Chunki nasning to'g'ri bo'lishi dal shu xil ma'noning taqdir qilinishini, shu xil ma'noning taqdir qilinishini taqozo qiladi. Xo'sh, ana bu ekagini tamam. Mesela yeni bir misal varken de vakıfillerin ibaretlerinden birisi mesela vakıf kılıçlarının gibi vakıf kılıcı üzerine nazır oldu demez mi? Ben 10 şartını yani benim vakfemge nazır olduğu adamge 10 tane şartını kıldım dese vakfemge nazır olduğu adamge 10 şartını şart kıldım dese muşu gibinin özü aşı şartının özüge kıgallıkını mı taqozo qildi? Çünkü şunda vakf kılgandan keyin ma vakfe onun tevelikini çıkıp gidiyor. Bu adam mı? Bu vakfiga nisbatan ayrılışmen deb qalsa, bayatın degandek 10 şartını tak. Onda vakfiga nazır olduğan adamga 10 şart qildi degan gap, men shuni degan gap masalan, taqozo. Chunki uni g'ayriga qilishga ega bo'lish uchun cho'qim o'zi shuni salohiyatli qilib, gap qilish salohiyati ega bo'lgan vaqtda bo'lgan gap. Onda 10 shartninki o'zining vaqfining naziriga 10 shartning isbotlanishi ibaratning nassulan bo'lsa, 10 shartning o'ziga isbotlanishi taqozosi. Chunki vaqf bo'lganiga o'zining egasi emas aninki. Bu odam vaqfining nazir sifatida shu gapni qilish uchun halqa 10 shartni avval o'ziga qilish kerak. Boshqalarga 10 shartni qilish iboratning nas bo'lsa, o'ziga 10 shartni qilish iqtidoun nas bo'ladi. Masalan, bu bir misol. Yeni bir masala bu misoldan birisi. Bir odam, yeni bir odamga bir qulning egisiga, yamliku abdan degani qulga ega bo'lgan. Masalan, mening qulim yo'q. Men bir odamning qulusi bor. Yoki bir odamning mashinasi bor deylik. Mening mashinam yo'q. Nima deyman desam, ma qulingni mendan 100 ming badaliga ozod qilib ver desa, ma qulingni men vakolatan 100 mingning badaliga yoki 1000 ming badaliga ozod qilib ver desa, mening qulim emas, mening ozod qilish huquqim bo'lmaydi. Ammo ani ozod qilishga buyurdim. Men vakil qildim. Vakil qilishning taqozosi cho'qqon ozod qilishdan ilgari menga avval setish kerak, mening mulkim bo'lish kerak. Am mulkimga qarata vakil. Chunki mening mulkim bo'lmagan narsa uni vakil qila olmayman. Demak, mishadiki agar qarshi taraf ma'qul, senga men vakil bo'lib, sening o'rningda mushqulni ozod qilib o'tay deb qolsa, iqtidoan mushu deyishgan suhbatimizning mazmunining to'g'ri chiqishi uchun yang ichida so'zdan biz bitishgan bo'ladi. Ig'zimizdan chiqmagan bo'lsin. Ya'ni mushu gap fa inna hada ma gap o'zining taqozosi bilan odamning qulini va odamning setib olganligini taqozo. Setib olish degan gap ig'izda deyishmasimi, lekin iqtidoan shaklda so'zda bitib bo'ldi bu yerda. Chunki odam ma odamdan u qulni ozod qilishda naib bo'lalishi qanday chaqda bo'ladi desa, ima odam qulga shu odamdan setib olish orqali ega bo'lgandan keyin bo'ladi. Anaqanda setib olish mush sig'ining nassi bilan iqtidoan sabitki iboratda hech qanday setib olishning gapi yo'q. İbaretin nesde aldım satın degan gap yo'q, lekin iqtidoan mush gap suhbatninki to'g'ri shaklda ayaqlashishninki talibi savdoning bitishi. Savdo bo'lmasa qul ani olmaydi. Qul ani olmasa ani qulga nisbatan vakil qila olmaydi, chunki iqtidorsizlik bo'lmagan narsaga haqqini vakil qila olmaydi. Shuning bilan darsimizdagi dalolatning yo'llaridan 4 xil dalolat yo'llari oxirlashdi. Nasninki bir mazmunni ifodalashda ya iboratin nas uslubi bilan ifodalaydi. Nas yoki ishoratin nas uslubi bilan ifodalaydi, yoki dalolatin nas ifodalaydi, yoki iqtidoun nas uslubi bilan ifodalaydi. Mayli nasdan chiqqan ma'no
ibaretin neslen çıksın, yoki ishoratin neslen çıksın, yoki dalolatin neslen çıksın, yoki iqtidoun neslen çıksın, qay şekil çıksa şu ma'na şu nesning ma'nasi hisoblanadi. Nas şu ma'naga qarata hujjat bo'la oladi. Birovning oldiga qo'yib, ma oyatdan mandaq hukmni oldim deb. Mayli shu hukmni elish uslubi iboratin nasdan olgan bo'ling, yoki ishoratin nasdan olgan bo'ling, yoki dalolatin nasdan olgan bo'ling, yoki iqtidor nasdan olgan bo'ling, gapingiz to'g'ri. Sizning mushu oyat, mushu hadisni shu olgan ma'ningizning nima sifatida, dalil sifatida ishlatsangiz tamoman bo'ladi. Ya'ni nasning 4 xil dalolat yo'llari, nasning normal dalolat yo'llari hisoblanadi. Mushu bo'yicha ilingan hukm, nasning ilingan hukm hisoblanadi. Mushu bo'yicha mayli fiqhiy masalalar va boshqa masalalarni isbotlasangiz, siz tamoman shar'iy naslardan, shar'iy yo'l bo'yicha isbotlagan bo'lasiz. Chunki tilning talabi, tilning tabiati shu. Şu abdurma devatı ve min hada tafsil mushu tafsilatdan biz yuqorida ijmoliy shaklda degan gaplar isbotlanadi. O darsning boshida katakchining ichida abdur kitobda deb qo'ygan 4 yo'l haqida degan gaplarning tafsiloti chiqdi. U o'simi nasning tushunchasidan, nasning kullu ma'nan fuhima min an-nas, nasdan mush 4 yo'llardan bir yo'ldan tushunilgan har qanday bir ma'na nasning mazmunlari hisob, nasning chiqqan mazmuni hisoblanadi. Nas shu mazmunga qarta hujjat bo'ladi. Hujjat bo'ladi. Chunki bu 4 nasimiz tushunib o'tib emasmi? Shuning uchun masalan iboratidan ilingan nas, iboratdan nasdan ilingan nas. Shu nasning alfozini tiz kelgan ma'no, nasning keltirilishidan maqsadlik ma'no. Ishoratidan ilingan ma'no bo'lsa, nasning iboratidan ilingan ma'noga әгіш қылдыған лазым мәна, ажырмайдыған тәрекеде, оған илтизам yo'ldan dalolat chiqqan dalolat bo'ladi. Dalolatdan ilingan ma'no nasning ruhi va tushunchasi maqsadi dalolat qilgan ma'no bo'ladi. Iqtidoan tushunilgan ma'no nasning iboratining to'g'rilishi yoki ma'nisining to'g'rilishi shuni taqdir qilinishini taqozo qilgan zarur ma'no bo'ladi. Demak, hammasi nasga to'liq bog'langan ma'no bo'lg'achqa, bularning hammasi nasdan chiqqan ma'no bo'ladi. Mushu ma'nini bo'ylab nasni izohlasak, tafsir qilsak, fiqh hukm olsak va boshqa ma'ni mulohazatlarni olsak, tamamen to'g'ri qilgan bo'lamiz, xatolashmagan bo'lamiz. Endi bu gapning oxirisida bu 4 dona yo'l chiqdi: iboratin nas, ishoratin nas, dalolatin nas, iqtidoun nas deb. Buning eng kuchli qaysi desa, haqiqatan darsning orqasida tushunib bo'ldik. Shunda Osmon Abdur bularni o'tirdiki, mana o'zaro muxolif, ta'arruz kelib qolgan vaqtida tarjih qilish uchun qaysi kuchli, qaysi kelgan vaqtda qaysini tashlab o'tamiz, qaysi kelgan vaqtda qaysini tarjih qilamiz. Mushun davatudo iboratning yo'li degani iboratin nasdan olgan ma'no, ishoratin nasdan olgan dalolatdan kuchliroq bo'ladi. Chunki iboratin nas deganimiz tushunchasi tiz kelgan keltirilishdan maqsad bo'lgan ma'no dalolat qilgan iboratin nas chiqqan ma'no nasning asosiy maqsadi. Albatta asosiy maqsad degan men zahir tildan ifodadim, qo'shimcha maqsad deb ishoratin nasni. Qo'shimcha maqsaddan bir tariqa ularni bo'lib kuchli ko'rdi. Bu bir. Ikkinchisi ishoratin nas. Keltirilishdan maqsad emas. Egashin ma'no dalolat qildi. G'ayri ma'nan lozim degani iboratin nas ma'noga egish qiladigan. Iboratin nasni deyish shu gapni taqozo qiladigan mana bir holat. Endi bu ikkisini har biri, mayli iboratin nas bo'lsin yoki ishoratin nas bo'lsin, dalolatin nasning yo'ldan kuchliroq chiqdi. Nimishqa? Ikkisining har biri nasning mantuqi degani iboratidan chiqadi. Ve ikkisining har birining mazmuni nasning siyg'isini alfozdan chiqdi. Demak, mayli iboratin nas, mayli ishoratin olsin, buning mazmuni aniq iboratda bor. Masalan, qaysi kuni balad adını oldu desa, nereden chiqardik? Lahu degan yerdan chiqardik. Labzida uni dalolat qilgan bir siyg'a bor. Buni qilgan vaqtda mantuq. Lekin dalolatin nasning mazmuni, dalolatin nas yo'li, nasning mafhumi madluli va ruhi ma'qula. Dalolatin nasning yo'li, nasning mafhumudur. Dalolatin nasning tushunchasi mazmuni, nasning ruhi va aqli tushunchasi bilan bo'ladi. Lekin labzida dalolatin nas dalolat qilgan birmi gap yo'q. Birmi gap yo'q hatto. Shunga o'zaro zid gap qolgan vaqtida iboratin nasdan tushunilgan ma'no, ishoratin nasdan tushunilgan ma'nodan tarjih qilinadi. Ana u ikkisining biridan chiqarilgan ma'no dalolatin nasdan tarjih qilinadi. Albatta iqtidoun nas eng oxir turdig'ini tabiiy. Masalan, misol ko'rib boqamiz yuqorqi nazariyaga, ya'ni iboratin nasdan tushunilgan ma'no bilan ishoratin nasdan tushunilgan ma'nolarni o'tirgan shar'iy naslardagi misollarga kelsak, kutiba alaykumul qisas fil qatl va man yaqtul mu'minan mutaammidan fajazaohu jahannam. Birinchi oyatda zodi o'lim yetim masalasida keskin qisas olish vojib.
Ma ibaratdan chiqadi ma o. İbaratdan çünkü kutiba aleykumul qisasu fil qatl. Bir-birini o'ltirgan masalalarda keskin qisas solish vojib deyapti. Ma ibaratdan chiqayotgan ma'no. İkincisi ve men yaqtul mu'minan mutaammiden fejazaohu nima cehennem. İkinci ayette qandaq adam mu'min adamdan birini qasdan o'tsa, bunun cezası cehennem deydi. Cezası cehennem. Qasdan o'tgan adamning cezası cehennem degandan keyin lan bu yerdan ergashma cezası cehennem bo'lish, hech kim jazo yo'q degan gapda bu yerdan. Ergashma shaklda. Ana o'g'ani qisas elinmaydi degan gap chiqadi. Mesela asa akıl buludu. Birinci manadan, birinci ayettin kısasırış keskin var. İkinci ayettin kastan adam ötege adam dozaq kirdi. Tamam. Başka mana yok. Bunun ergeçmesi kısasırılmaydı. Zıt geldi de. Birincinin ibaretin nas keskin kısasırılsa, ikincinin işaretin nas bunun cezası cehennem kısasırılmaydı. Qaysini tercih qilamiz? Albatta iborat narsani tercih qilamizki, keskin qisas olinadi. Shunga olib turadi aytadi. Birinchi oyat o'zining iborati nas bilan qotilni qisaslashining vojibligini ifodalaydi. Ikkinchi oyat o'zining ishorati bilan shuni ifodalaydi-ki, qasdan qotillik qilganni qisaslaydi. Chunki o nimaninki ishorati nasninki shuning to'xtaganligi, shuning to'xtaganligidagi uning jazosi jahannamdir deganligi to'xtaganlikda shu oyatning şunun muşunun işareti var ki cehennem diyen gap cehennem olduğunu cezası tugide kısasalama diyenler. Çünkü bayan makamında bir kendini bayan kılış makamında bunda toxtaş ma'lum bir yerde toxtaşten onun başka ceza vacip bulma diyen gap çıkıdı da lekin işsiz gap kaldı hem de ibaretin nas amını taqaza qildi, işaretin nas ma'ni taqaza qildi. Qana qilamiz desa lekin ibaretin nasning mazmuni işaretin nasning mazmuniga tercih qilinadi. Qisas vacib bular bu bir misal. Ma ibaratda ishorat nasning zid kelgan misali. Yana bir payg'ambarning hadisida Rasululloh aqallul hiz 3 ayyam va aktharuhu 10. Hizning eng aqallisi 3 kun, ortiqi 10 kun dedi. Ma hadisni anglab turlar. Yana bir hadisda ayollarning dinining kamligini sababini ko'rsatib, ayollarning mishqi dini yerim deymiz desa, chunki ular erlarga o'xshab to'liq ibodat qilolmaydi. Masalan, ularning biri ömrünün yerimida namoz o'qimaydi dedi. Birinci hadisdan iboratining o'zidan hayzning yuqorisi 10 kun degan gap chiqadi. Ikkinchi hadis hayz to'g'ri emas. Avlaning dini masalasi haqida yarim ayda namoz o'qiyanmaydiganlikni ifodalayapti. Ham bu yerdan yarim ayda namoz o'qiyanmaslikni taqozo qilsa, hayz kurashni taqozo. Undaganda mana ishoratidan hayzning eng yuqorichagi 15 kun degan gap chiqadi. Yarim ay degan 15 kun hisobda. Ayetisten 10 gün, madisten 15 gün. 10 günlüğüne ibaretinaz, 15 günlüğüne işaretinaz. Yani birinci hadis özünün ibaret olan şunu ifadelaydı ki, heyizinin en yukarı, müddetinin en yukarı vakti 10 gün. İkinci hadis özünün işaret olan şunu ifadelaydı ki, heyizinin müddetinin en yukarısı 15 gün. Hoş, endi qana qilamiz ise elbette ibaretinaz, işaretinazdan qana qılınıdı, tercih qılınıdı ki, çünkü onun biri yerim özünün ömrünün yerimide namaz o'qimay o'ltirdi deganga nas avo ikkinchi hadis mushu gapdan lozim qildigan ma'nosiga mushu gapga ergish kiradigan ma'no shuki hayzning muddati 15 kun bo'ladi. Chunki u shuningga naski ularning biri ömrünün yerimida tamam. Hattoki mana va yalzimu min zalik ma'da kitobda bir Qur'on o'qigan. Men buningdan shu lozim qiladi-ki, hayzning muddati yarim oy. Hatta ki o ömrünün yerimide namaz okumaya oturuş diyen gap eminliş için, yerimide o namaz okumaya oturdu diyen gap için 15 gün qana qilish kerak, hayz ko'rish kerak. Anda o'ganda birinchi hadisdan chiqdi, iboratin nasdan 10 kun, ikkinchi hadisdan ishoratin nasdan 15 kun. Falamma ta'arada. Ya'ni birinchi nasdan iboratidan chiqqan mafhum bilan, ikkinchi nasdan ishoratidan chiqqan mafhum zid kelibdi, iboratidan chiqqan mafhum qana qilindi, tarjih qilindi. U o'simi hayzning muddatining eng ko'pini 10 kun deb qana qilish, hisoblash. Noganda yuqorida ikki misol o'tdi. Birinchi misaldimi, ikkinchi misaldimi iboratin nasni, ishoratin nasdan tarjih qildik. Endi uchinchi misol, ma undan keyingi misol yerlik qonun o'qishga o'tib ketamiz. Uchinchi misolda ishoratin nasdan chiqqan mafhum bilan dalolatin nasdan chiqqan mafhumni o'tiridagi ta'aruz kelgan misol shar'iy naslardan ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة.
Mu'min odamni birini xatan o'ltirib salsa, mu'min qo'zat qilish kerak. Qarang, o'ylab baqmana gapni. Bir odamni xatan, sahvanlik bilan o'ltirib salsa, qo'zat qilish. Qasddan o'ltirib salsa, bitar qo'zat qiladi. Chunki qasddan o'ltirishga ma'nodan ig'ir bo'lgandan keyin oddiy ishda qo'zat qilgan yerda ig'ir ishda tuhmat qilish kerak-da u. Dalolatin nas qanday chiqdi? Qasddan odam o'ltirsimi, qo'zat qilish kerak degan dalolatin nas chiqdi. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Qasddan odam o'ltirsa, buning jazosi jahannam, boshqa jazosi yo'q degandan nima chiqmaydi? Diyet chiqmaydi. Aning dalolatidan diyet chiqdi qasddan odam o'ltirishda. Ma'oyatning ishoratidan diyet chiqmadi. Dalolatin nas bilan ishoratin nas zid kelib qolgan vaqtida ishoratin nas muqaddam qilinadi-ki, qasddan odam o'ltirganda diyet yo'q. Qasddan odam o'ltirganda o'ltiriladi, diyet yo'q. Yani ma'ayatdan, manasdan, dalalatning yo'lidan, dalalatin naslan demakchi. Qasddan odam mu'minni o'ltirgan odam mu'minning qulini ozod qilish kerak. Nimishqa? Chunki u makaparatga o'zining jinoyatidan xatan odam o'ltirgan odamdan bakroq loyiq. Chunki xatan odam o'ltirgan odam ozod qilgan yerda qasddan odam o'ltirgan bitar qavl ozod qilish kerak-da. Chunki raqabani ozod qilish, qul ozod qilish qotilning gunohidan birdigan kaparati. Qasddan o'ltirgan odam o'zining gunohidan kaparat berishga xatani o'ltirgan odamdan albatta loyiqda. Avloda masalan, bir sahvanlikdan o'ltirib solgan odamni qul ozod qil degan yerda qasddan o'ltirgan odamni cho'qim ozod qil deyish kerak masalan. Demak, dalolatin nasdan qasddan o'ltirgan odam qul ozod qiladi degan gap chiqdi. Xo'sh, va man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha degan oyatda ma oyatdan ma'nosidan ishorat yo'li bilan qul ozod qilish vojib emas degan gap chiqdi. Mishqa, chunki oyat onun gunohiga dunyoda kaparat yo'q deganlik chiqdi. Mishqa, ma oyat uning jazosini jahannamda mangu qilish qildi, boshqasi emas. Unoganda ishoratin nasdan kaparat yo'q. Dalolatin nasdan kaparat bor. Ikki zid keldi, qaysini tutamiz? Ishoratin nasdan tutamizki, falamma ta'arada ikki mafhum zid kelib qiladi. Ishorat dalolatga tarjih qilindi. Qasddan odam o'ltirgan odamning ustiga qul ozod qilish vojib emas. Demak, yuqorida tur iboratin nas bilan ishoratin nasning o'tiridagi tarjihat, ishoratin nas bilan dalolatin nas o'tiridagi tarjihat misol keltirdi. Bizning al-qawaid al-usuli al-lughawiyya degan cho'ng bobimizningki birinchi qoidasi, ya'ni turuq dalolatin nas, nasning dalolatining yo'llari haqidagi 4 yo'lning bayonini bilan tugadi. Bugungi darsimiz bu yerda to'xtadi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.